Hurmatli do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda katta ahamiyatga ega. Dr. Dent Uz jamoasi nomidan samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Kanalimiz rivojlanishi va sifatli kontent uzluksiz chiqishi uchun obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz juda muhim. Shuningdek, ushbu videoni do'stlaringiz bilan bo'lishganingizda bizga katta yordam bergan bo'lasiz. Sizdan bir soniya, bizning katta yutuqlar sari yana bir qadam. Hurmat bilan Dr. Dent Uz jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Insoniyat tarixidagi eng qadimgi tish tozalovchi vosita haqida eshitganmisiz? Undan qadimgi rimliklar, misrliklar, hindlar va hattoki yunonlar ham keng foydalanishgan. Lekin aynan islom dini kirib kelgandan so'ng u keng tarqala boshlagan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, agar ummatimga og'ir bo'lmaganda, har bir namozdan oldin misvoq ishlatishlikni buyurgan bo'lar edim. Bu o'sha tabiiy tish tozalovchi vosita misvoq haqida sizga ma'lumot beramiz. Misvoq bu tabiiy tish tozalovchi vosita hisoblanib, u odatda Salvadora persica daraxtini ildizlari va shoxlaridan olinadi. Uni ming yillar davomida musulmonlar va boshqa xalqlar tishlar va og'iz bo'shlig'i gigiyenasi uchun foydalanadi. Xo'sh, misvoq oddiy tish shotkasidan nimalari bilan afzal hisoblanadi? Birinchi navbatda tabiiy antibakterial vosita. Bu og'iz bo'shlig'idagi zararli mikroblarni o'ldiradi. Ikkinchisi, ftarid va minerallar tishni emalini mustahkamlaydi. Tarkibidagi saponinlar milklarni mustahkamlab, qonuvchanligini oldini oladi. Tarkibidagi silikallar tish yuzasidagi dog'larni yo'qotadi. Bundan tashqari nafasni musaffo qilib, og'iz bo'shlig'idagi noxush hidlarni oldini oladi. Miyada qon aylanishligini yaxshilaydi. Bundan tashqari oshqozon mikrofloralarini yaxshilab, ovqat hazm bo'lishligiga yordam beradi. Tabiiy ekologik vosita hisoblanadi. O'zidan chiqindi ajratmaydi. Shuning uchun ming yillar davomida musulmon xalqi bu vositadan keng miqyosda foydalanib kelmoqda. Xo'p, keling unda misvoqdan to'g'ri foydalanish texnikasini sizga o'zim o'rgataman. Birinchi navbatda misvoqni uchini qobig'idan tozalanadi. Tolalar hosil bo'lishi uchun uni sekin-astalik bilan chaynalanadi. Tolalar hosil bo'lgandan so'ng tish yuzalari muloyimlik bilan ishqalab tozalanadi. Til va milklarni ham tozalash mumkin bo'ladi. Har foydalanishdan keyin yaxshilab yuvib, quruq joyda saqlash uchun olib qo'yiladi. Misvoqdan qachon va qayerlarda foydalanish kerak? Har tongda uyg'ongandan keyin, ovqatdan so'ng, har namoz oldidan va uyquga yotishdan oldin foydalanish mumkin bo'ladi. Undan yo'lda ketayotganda, kitob o'qiyotganda, televizor ko'rayotganda va har xil yengil yumushlar bilan shug'ullanayotganda bemalol foydalanish mumkin bo'ladi. Bugun sizga misvoqning haqiqiy kuchi haqida gapirib berdim. Agar siz ham tishlaringizni sog'lom va og'iz bo'shlig'i gigiyenasini tabiiy usulda saqlamoqchi bo'lsangiz, misvoqdan doimiy ravishda foydalanishlikni tavsiya beraman. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.